Hammaga salom. Biz bugun savurmali go'sht qilamiz. Go'shtni chiroyli qilib ince to'g'raymiz. Go'shtimiz tayyor. Qarang qanaqa ince. Go'shtsiz sos qanaqada bo'lmaydi. Mana chesnok. Dazanur. Bizga semirchka yog'i kerak bo'ladi. Bu yoqda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi. Pishirishga jo'natamiz. Go'shtimizni pishirdik va to'g'radik. Hozir lavashga uramiz. Tayyorlagan chesnok sousini lavashga surtamiz. Esidan chiqmasin, xo'pmi? Lavashimiz tayyor. Bismillah. Bomba.